Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga bugun yana Chilonzor 7-kvartal shundoq Hayte masjidi ko'rayotganinglar. Hayte masjidining shundoq yonidagi domni 3-etajdan 2 xonali 50 metr kvadratli zerkalka bitta kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ushbu kvartiramizda sizlarga ma'qul kelsa, srazu aloqaga chiqinglar. Remontli tayyor xonadon xarid qilib olib yashashga yoki ijaraga berib qo'yishga ham juda ham zo'r variant. Kvartiramizning bitta ichki qismini ko'rib o'tinglar, yoqsa layklarni bosib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, xonadonimizga ham kirib oldik. Kirishimizda bizani mana bunaqa koridorimizni kutib oladi. Koridorimizda prixожийный mebel, bu yog'imizda oynamizda joylashgan разделный sanuzel. To'g'riga kirsak, bizani zalimizni kutib oladi. Kvartiramizning remontiga ahamiyat berib o'tasizlar. Juda ham did bilan remont qilingan Yevro remont kvartira. Mebel texnika hamma narsasi qoladi. Bu yog'imizda yumshoq zonamiz joylashgan. Bu yoqda TV zonamiz. Bu yog'imizda balkon, 1,5 ga 3 balkonga oshxona chiqazorilgan. Oshxonada ham barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Xolodilnik, gaz plitasi, kuxonniy mebellari joylashgan hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, oldingi oshxona qismi detskiy spalni qilib qo'yilgan. Bu yerda ham bolajonlar uchun bitta spalni qilib qo'yilgan hurmatli obunachilar. Kvartiramizning remonti sizlarga yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosib qo'yasizlar. Kvartiramizda 4 etajli domni 3-etajda joylashgan 50 metr kvadrat zerkalka kvartira hurmatli yurtdoshlarimiz. Xo'p, bu yog'imizda spalni qismi. Kattalar yotoqxonasi, duh spalni. Mana bunaqa vid bilan konditsionerlari bor, pardalar qilib qo'yilgan, gilamlar to'shalgan, o'zini stroyniy shkoflari bilan birgalikda. Shunda uzoqdan men bu xonani vidini bitta ko'rsatib o'taman. Agarda sizlarga yoqsa, layklarni bosib o'tinglar. Men bu kvartiramizning spalnisini vidi juda ham chiroyli. Shunaqa xonadonlarda yashash hammamizga nasib qilsin hurmatli obunachilar. Bu esa zalimizning umumiy ko'rinishi. Wow, juda ham chiroyli kvartira. Minimalizm deydi-yu. Bu yog'imizda dush. Dush qismida ham barcha sharoitlari bor. Qimmat smesителlardan qo'yilgan. Bu yog'imizda esa kir mashinasi o'zini. Bu yoqda hojatxonamizda joylashgan. Kvartiramizda o'rta etajda kirish eshiklariga ham temir eshiklar qo'yilgan, yevro montajlar qilib qo'yilgan. Shunda shinam yashashga tayyor xonadon hurmatli obunachilarimiz. Juda ham chiroyli holatdagi kvartira. Men sizlarga ushbu kvartirani xarid qilib olishni tavsiya berib o'taman. Yashayman desanglar ham mana bunaqa remontli kvartirada mazza qilib yashashingiz mumkin. Ijaraga berib qo'yaman desanglar ham $600 ga bemalol ijaraga odam turadigan kvartira. Juda ham yaxshi lokatsiyada. Shundoq yo'lli bo'yi, yo'lli yuzidagi dom Hayte masjidini shundoq yonida. Xo'p, hozir imkoni bo'lsa, shundoq balkondan tashqarini bitta ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu yog'imizda pod'ezd tarafga qaragan, u mahalla tarafiga qaragani daraxtlari hamma narsa bor. Yo'l tarafini ko'rsaman desam, sizlarga pardani ochib o'tirish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham videoni uncha cho'zib o'tirmaymiz. Aytib o'tganimdek, yo'lli yuzi 4 etajli dommi, 3-etajli tartsovka emas, 50 metr kvadrat zerkalniy kvartira. Remonti juda ham zo'r. Narxi esa $69,500 narx so'ralyapti. 69,5 mingga ozgina kelishtiriladigan joylari bo'ladi, agarda kvartira sizlarga ma'qul kelsa. Kvartiramiz yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beriladi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Shunaqa kvartira qidirib yurgan tanishlarga ushbu videoni tarqatib qo'yinglar, layklarni bosib qo'yinglar.